Assalomu alaykum. Biz Agrobank Aqlli G'uzor tuman filiali mahalla va bo'lim xodimlarimiz. Bugun 6-avgust 2026 yil G'uzor tuman Agrobank filialida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazmoqdamiz. Bu uchrashuvni o'tkazishdan maqsad mahallalarda o'sha Agrobank G'uzor tuman filialiga biriktirilgan mahallalarda ishsiz fuqarolarni topib, ularni ish bilan ta'minlab yoki kredit ajratib, daromadga chiqarish maqsad. Shu bo'yicha bankimiz kredit mahsulotlarini qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor. Mahalla bo'yicha miqdor 17 milliongacha, kredit foizi 25%, imtiyoz davri 6 oy. Bu kreditda 18 yoshga to'lgan, pensiya yoshiga yetmagan ishsiz fuqarolar bemalol olishi mumkin. O'sha mahallaga biriktirilgan banklarga uchrashib, mahalla banklariga 50 milliongacha mahalla loyihasi kreditimiz mavjud. Miqdori 50 milliongacha, imtiyoz davri 2 yil, muddat 5 yil. Bu ham o'sha 18 yoshga to'lgan, pensiya yoshiga yetmagan ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash maqsadida ajratiladi. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida o'sha mahallaga biriktirilgan hokim yordamchisiga murojaat qilib, bemalol oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida ham kredit olish mumkin. Murojaat qilishlari mumkin bemalol mahallaga.